Hey yo, hammaga salom, siz Rizif kanaldasiz. Bugun biz yana bir dahshatli Shkola Front nomli filmni sharhlashga qaror qildik. Mehnatimizni qadrlab, videoga like bosishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Siz kino ishqibozimisiz? Unda sizga ajoyib yangiligim bor. ITV ilovasi o'zining yangi foydalanuvchilariga maxsus taklifni taqdim etadi. 25 mingdan ortiq film va seriallar, 170 ta telekanallar va 2200 ta multfilmlar. Bularning barchasini birinchi 30 kun atigi 290 so'mlik Pro obunasida tomosha qilishingiz mumkin. Ilovani hoziroq ushbu QR kod yoki opisaniyadagi havola orqali yuklab oling va ITV bilan birga kino olamiga sho'ng'ing. Aytgancha, ITV ilovasida sifatli o'zbek dublaji va o'zbek subtitrlarida film va seriallar anchagina. Ularni siz istalgan qurilmada va hatto yuklab olib internetsiz tomosha qilishingiz mumkin. Shahar aholisining hayoti odatdagidek davom etmoqda. Ular odatdagidek futbol o'ynashmoqda yoki dars tayyorlashmoqda. Biroq osmonda noma'lum obyektlar paydo bo'ladi. O'rta maktabda bir o'quvchi bu sharlarning osmonda qancha vaqt turib qolganini so'ramoqda. Ma'lum bo'lishicha, ular 1 yildan ortiq vaqt osmonda osilib turibdi. Bugun esa hamma narsa o'zgargan. Kechqurun yong'in video ko'rmoqda. Unda bir qiz bu sharlardan dunyoning har bir nuqtasida osmonda tarqalganini aytmoqda. Hukumatlar sharlarga hujum qilishga urinishdi. Bu esa ularning sonini ko'paytirdi xolos. Sharlarga hujum qilish to'xtatildi va olimlar DNT namunasi olib xavf yo'qligini aniqlashdi va e'tibor bermaslikni maslahat berishdi. Ertasi kuni sharlardan biri yerga qulab tushadi. Harbiylar darhol atrofni o'rab olishadi. Askarlardan biri hazillashib, bu birinchi shar deb aytadi. Ammo serjant uning hazili kulgili chiqmagan bo'lsa ham, bola paqir xafa bo'lmasin deb kulib qo'yadi. Komandir kelib, sharni portlatishga buyruq beradi va uni grantamyot bilan portlatishgandan so'ng uning ichidan mayda mahluqchalar chiqib ketishadi. 4 hafta o'tib, hech kim bu voqealarni bilmas edi. O'qituvchi Pak oraliq imtihon natijalarini e'lon qiladi. Yonxun en aqlli birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda esa Yon Su va uchinchi o'rinda Yun Jon va ro'yxatning en oxirida ikkita koridorga o'qigan Ilha va Xira turishardi. Shunda signalizatsiya ishga tushadi va barcha o'qituvchilarni ma'muriyat ofisiga chaqirishadi. Pak qaytib kelgach, kelasi imtihon bekor qilinishi haqida xabar beradi va televizorni yoqadi. Televizorda hukumat har kimni armiyaga chaqirilishi haqida aytadi. Hatto qizlar ham istisnosiz barcha majburiy ravishda chaqiriladi. Har bir maktabda mobilizatsiya bo'ladi. O'qituvchi hammaga harbiy tayyorgarlik shartnomasini taqdim etadi. DO bu harbiy tayyorgarlikni o'zga sayyoraliklarga qarshi tayyorgarlik deb taxmin qiladi. U derazadan tashqariga qaraganida harbiy mashinalarni va askarlarni ko'radi. Kechqurun barcha xizmat uchun kerak bo'lgan narsalarni yig'ishni boshlashadi. Yangi kun boshlandi. Har bir hujjatni imzolagan o'quvchi maktabga boradi. Ularga Chen Hvo salom beradi. U ularga sinf rahbari bo'ladi. Che yo'l esa jadvalni yozib boradi va ular 3 ta qo'shimcha ball olishadi. Ammo agar kimdir 30 ta jarima ballarni yig'sa, jazolanishini aytadi. Ular sinfda kazarma sifatida yashaydilar. Oddiy darslardan so'ng harbiy tayyorgarlik boshlanadi. Har bir o'quvchiga shaxsiy qurol beriladi. Ular unga qarashlari kerak. Hech kim bu qadar charchashni kutmagan edi va bu hali faqat birinchi kun. Bir o'quvchi harbiylar mahluqlarni yo'q qilayotganini va odamlarni ushlayotgan videoni topadi. Lekin o'quvchilar bu oddiy bir fake deb o'ylashadi. Ular tashqariga chiqishganida shar qulab tushadi va binoning bir qismini yo'q qiladi. Shardan maxluq chiqadi va Nyu Xuni ushlab olib yana osmondagi sharlarning orasiga qaytadi. Chen Hvo mamlakatda panika boshlanmasligi uchun Pakdan hamma narsani sir saqlashni so'raydi. Chen Hvo va uning jamoasi chegarada bo'lgan kundan boshlab ularning guruhi maxluqlar bilan jang qiladilar. Odamlar jangda aniq zaif edi. Kechqurun yana bir nechta shar tushadi
va aholiga ularga yaqinlashmaslikni iltimos qilishadi. Rahbarlar mashg'ulotlarni tezlashtirishni buyurishadi, chunki vaqt kam qolgan. Sol avtomatni yaxshi boshqara olmasdi. Shuning uchun ular butun kunni mashg'ulot bilan o'tkazishadi. Ertasi kuni ularni qurol-yarog' bilan o'q otish poligoniga olib borishadi. Li Nara eng yaxshi o'qchi bo'ladi. Yo'lda Chen Hvo o'q izlarini ko'radi va to'xtashni buyuradi. So'ngra ko'k suyuqlik bilan to'ldirilgan o'qni tekshiradi. Harbiylar atrofni tekshirishadi va yerda katta bir teshik topishadi. Lekin sharlar yo'q edi. O'quvchilar keyingi ko'chaga o'tishganida tuzoqqa tushib, ko'plab kichik mahluqlar tomonidan qurshab olinishadi. Pak qurolni olib mahluqlarga qarshi o'q uzadi va bir nechta mahluqlarni yo'q qiladi. Lekin ular juda ko'p edi. Shuning uchun u bu olamni tark etadi. Yordamga kelgan askar ham mag'lubiyatga uchraydi. Panika boshlanadi. O'quvchilar guruhlarga bo'linib binolarga yashirinishadi. Ba'zilari shisha kabinalarda yashirinadi. Mahluqlar u yerga kirisha olmasdi. Guruhdan qolgan ikki yigit nima bo'layotganini bilmay mahluq bilan o'ynashadi. Lekin mahluqni boshqa rejasi bor edi. Bir yigit eshik bilan o'zini himoya qilib mahluqni muzlatgichga qamab qo'yadi va shu sababli mahluq tezda muzlab qoladi. Chen Hvo sirenalarni eshitib qizlarni qutqaradi. Hamma yoq tinchlangandan so'ng u mahluqlar shardan chiqqanini va ular uchun butun insoniyat yemak ekanligini tushuntiradi. Ba'ziga qaytgach, rahbarlar to'liq mobilizatsiyani o'z ichiga olgan reja tuzadi. Shu jumladan o'rta maktab o'quvchilarini ham. Bir shar bir batalyonni yo'q qilgan. Agar barcha sharlar bir vaqtning o'zida ishga tushsa nima bo'ladi? Suhbatdan keyin Chen Hvo o'quvchilarga ular qo'riqchilarga bog'lanmasdan o'zlarini himoya qilishni o'rgatishlari kerakligini tushunadi. Lekin ular uyga qaytishmoqchi. Chen Hvo ularga birgina savol beradi. Agar shar ularning uylariga tushsa nima qilishadi? Shundan keyin tungi mashg'ulotlar joriy etiladi. Agar ular uyga qaytsa, baribir ularning ota-onalari xavfsiz zonaga evakuatsiya qilingan bo'ladi. Ular har qanday paytda ketishlari mumkin emas. Harbiylar begona mahluqlarning zaif tomonlarini aniqlash uchun ko'plab tajribalar o'tkazmoqda. Ularga yuqori harorat va oddiy o'qlar ta'sir qilmaydi, lekin maxsus o'qlar kichik mahluqlarni yo'q qilishi mumkin. O'rta va katta mahluqlarni yo'q qila olmaydi. Endi ular o'quvchilarni askar sifatida qabul qilmoqdalar va ulardan faqat har bir buyruqni bajarishni talab qilmoqdalar. Agar kimdir qochishga harakat qilsa, dushman hisoblanadi. Yangi kun boshlandi. Mahluqlar bilan jang qilgan o'quvchilar maktabda mishmishlar tarqatishni boshlashdi. Bu panikani yanada kuchaytiradi. Bir kuni yana osmondan shar tushadi. Harbiylar o'q uzishadi, lekin mahluqlar juda ko'p edi. Keyin yana bir nechta shar tushadi. Polkovnik xodimlarni tashlab qochishga harakat qiladi, ammo u boshqaruvni yo'qotib avariya bo'ladi va mahluqlar uni yanchib tashlashadi. Ushbu jangda ko'pchilik o'quvchilar va askarlar halok bo'lishadi. Faqatgina maktabda yashinib qolganlar omon qolishadi. Chen Hvo o'z jamoasiga miltiqlar va o'q-dorilar tarqatadi. U ikki mashinani olib chiqish rejasini tuzadi, ammo bir o'quvchi mashinaga chiqa olmaydi. Jamoa shahar tashqarisiga chiqadi, lekin u yerda xavf katta. Tashqarida mahluqlar bor edi. Ulardan biri haydovchini yo'q qiladi va yuk mashinasini ag'daradi. O'quvchilar tezda mahluqlarni yo'q qiladi, lekin Su Yon yaralanadi. O'q-dorilarni tekshirganda o'q yo'qligini aniqlashadi. Ular jamoalarga bo'linib, turli tomonlarga tarqalishga qaror qilishadi. Boshqa mashina yangi harbiy bazaga yetib boradi va birinchi yuk mashinasining yo'qligini sezishadi. O'quvchilar lagerda qoladilar va yangi buyruqlarni kutishadi. Yonsu Chen Hvodan yo'qolgan do'stlarini topishni so'raydi. Chen Hvo qutqarish rejasini polkovnikka taqdim etadi, ammo buyruq rad etiladi. Lekin bu Chen Hvoni to'xtata olmaydi. U jamoasi bilan yo'lga chiqadi. Kechqurun ular kichik bir aholi punktiga yetib kelishadi. Bitta mahluq chiqadi, ammo o'q qolmaganligi sababli ular xonada yashirinishadi. Mahluq juda aqlli bo'lib, ventilyatsiya orqali boshqa xonaga kiradi.
Enjo mahluqlar faqat tovushlarga hujum qilishlarini o'ylaydi. U kechqurun chiqib ketishga harakat qiladi, lekin mahluqlar ko'rishi mumkinligini hisobga olmagan edi. U faqatgina kalitni olishga ulguradi va ular garajga kirib mashinani o'g'irlashadi. Kechqurun Chenxo ag'darilgan yuk mashinasini topib, ularning qayerga ketganini aniqlaydi va tezda qolgan guruhni qutqaradi. Kapitan Chenxoni jazolashi mumkin edi, lekin u o'quvchilarni topgani uchun jazolamaydi. Barcha o'quvchilarga harbiy forma beriladi va kapitan ertasi kuni mahluqlarni yo'q qilishga buyruq beradi. Yangi kun boshlandi va ularga sharni qidirish uchun detektorlar beriladi. Ular ikki guruhga bo'linadilar. Shaharni tekshirayotganda detektorlar mahluqlarni aniqlaydi, lekin ularning soni juda ko'p edi. Chenxo o'yinchoq mashinasini ishga tushiradi. Uning shovqini mahluqlarni o'ziga jalb qiladi va harbiylar ularga o'q uzishadi. Mahluqlarni tozalash vaqtida ular tirik qolgan harbiyni topadilar. U birinchi hujumda fuqarolarga yordam berishga harakat qilgan edi. Eng g'alati tomoni, bu yerda sharlar tushmagan. Mahluqlar qanday qilib bu yerga yetib kelgani sir. Qutqarilgan harbiy aqldan ozib o'zgalarga qarshi o'q uzadi, lekin Van Bin do'stlarini saqlab qoladi. Chenxo yordam so'rashga harakat qiladi, lekin hech kim javob bermaydi. Yaxshiyamki, o'q Van Binni silab o'tgan va u omon qoladi. Chenxo asosiy bazaga qaytishga qaror qiladi, chunki u guruhni xavfga qoldirishni istamaydi. Kechasi kuzatuvchilar mahluqlar yangi shar chaqirayotganini ko'radilar. Bu nimani anglatishini hech kim bilmas edi. Ehtimol mahluqlar bir-birlariga signal uzatishar. Chenxo rejasini o'zgartiradi. U barcha mahluqlarni bitta joyga jalb qilib, bitta zarbada yo'q qilmoqchi. Portlovchilar mahluqlarga zarar yetkaza olmaydi, lekin ko'k o'qlar boshqa gap. Mahluqlarni jalb qilish uchun ular signallarni yo'qadilar. Barcha mahluqlar shovqin tomon yugurishadi. Chenxo ularni asosiy binoga kiritadi, lekin o'zi ham u yerda qolib ketadi va guruhga portlatishni buyuradi. Vaqt o'tishi bilan qish yaqinlashadi, harorat pasayadi, lekin mahluqlar o'zgarishsiz qoladi. Guruh mahluqlarni to'plab yo'q qilmoqda, ammo ta'minot tugaydi va ular guruhlarga bo'linishga qaror qilishadi. Kimdir ovqat izlash uchun boradi, boshqalar esa kasalxona va politsiya bo'limini tekshirishadi. Politsiya bo'limida ular g'alati shovqin eshitishadi, ammo detektorlarda mahluqlar ko'rinmaydi. Ma'lum bo'lishicha, podvalda odamlar qafasda saqlanmoqda. Ular shu paytgacha tirik qolganlari menga qorong'u. Bir yigit urush paytida oddiy jinoyatchilarni qo'yib yuborishlarini, eng xavfli jinoyatchilarni esa Pusanga ko'chirishlarini eshitgan. Qamoqxonadagilar mahluqlarni hujumi haqida hech narsa bilmaydilar. Bir odam Soladan onasi haqida so'raydi va onasiga xat beradi. Ularga ozgina ovqat va suv berishadi. Sola uni tashlab ketmaslikka qaror qiladi va qaytib uni qafasini ochadi. U darhol bundan foydalanadi va barcha mahkumlarni ozod qiladi. Guruh Solani qidirib topadi va qutqarishga harakat qiladi, lekin qamoqxona ichkarisida mahluqlar paydo bo'ladi. Guruh darhol qafasni ochib qochishadi. Hech narsadan xabari yo'q mahbuslar ovqatga aylanishadi. Faqat bitta jinoyatchi omon qoladi va o'quvchilarga yordam beradi. Ertasi kuni guruh yangi narsalar qidirish uchun yo'lga chiqishadi. Kechqurun ular parkda to'xtaydilar. Elektr va barcha attraksionlar ishlaydi. Ular mahluqlar shovqindan kelishlarini bilsalar ham biroz o'yin kulgu qilishga qaror qilishadi. 10 daqiqadan so'ng radar butun mahluqlar armiyasini ko'rsatadi, ammo ular bir amallab maktabga yetib keladilar. Yonsu aqldan ozadi. U jamoaning topshiriq zonasidan chiqishini qat'iy rad etadi, chunki ular qo'shimcha ball ola olmaydi. Ularni to'xtatish uchun barcha o'quvchilarni yo'q qilishga harakat qiladi. Aqldan ozganligi uchun shunday qilmoqda. Faqat Lina darhol uni zararsizlantiradi. 2 yildan so'ng davlat imtihonlari tiklanadi. Harbiy xizmat uchun qo'shimcha ballar bo'yicha bahslar davom etmoqda. Planetada tinchlik o'rnatildi. Yangi qurol mahluqlarni